Endi viloyatdan kelgan avtomobillarning shaharga kirishi cheklanmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahriga kelgan avtomobillar shaharga kirishda transport vositasini tashqarida qoldirib, poytaxtga faqat jamoat transportida kirishi mumkinligi haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlarga munosabat bildirgan Toshkent shahar hokimligi ushbu holat noto'g'ri talqin qilinganligini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, viloyatlardan kelgan avtomobillarning Toshkent shahriga kirishi bo'yicha hech qanday cheklov joriy etilmagan. Faqatgina haydovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida jamoat transportidan foydalanish imkoniyati taklif etilgan. Ushbu chora-tadbirlar Toshkent shahri aholisi uchun transport yuklamasini kamaytirish, tirbandliklarni qisqartirish hamda ekologik holatni yaxshilashga qaratilgan. Poytaxt mehmonlari uchun esa shaharning markaziy hududlarida to'xtash joylarini izlash zaruratidan xalos bo'lish va harakatlanishning eng qulay usulini tanlash imkonini beradi. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Izohlarda o'z munosabatingizni yozib qoldiring va Paradigma.uzga obuna bo'lishni unutmang.